Akalar turnikda bitta-ikkita turnik chiqib, trenirovka qilgani Ozerga keldim. Hozir ikkita-uchta turnik chiqib qarasam, Ozeradagi baliqlar kattarib qolibdi. Bu videoni baliq ishlaydigan tanishlaringiz bo'lsa, tashlab qo'yingizlar. Hozir bu baliqchalar ko'rsaman. Bu baliq nomi nima? Kommentariyada yozingizlar. Yipat. Suvning yuziga chiqib qolibdi. Hozir ham qurib ketganmi deyman-a? Ye. Akula ket. Ya ilon baliqmikin, ha? Bu ilon baliqmi deyman, ha? Adashmasam. Kim biladi? Mana shu videoning kommentariyasida yozingizlarchi, bu qanaqa baliq? Ye. Mana bu yerda ham bittasi bor.